Hurmatli so'xtorlar, bu uzumni nomi Shredder ertagisi. Buni ekilganiga mana salkam 50 yil bo'ldi. Hozir mana shu tokni biz katta yirtuvchisimon qilib shakl beramiz. Bu 50 yildan beri o'sha bir xilda saqlanib kelinyapti. Buni hozir tartiblarini qanday tartibda bo'ladi ko'ramiz. Bu uzum nima uchun aynan tik simbag'azga ekilgan. Bizga tezroq pishish kerak. Tik simbag'azda tok tezroq pishadi. Chunki mana taygacha texnika bilan ishlash mumkin. Kimyo preparatlarga ishlash oson, qo'l mehnati oson bunda. Yana quyosh nuridan boyda yaxshi foydalanadi. Shuning uchun uzum tezroq pishadi. Qora kishmishlarda ham xuddi shunaqa usulda bo'ladi. Marhamat, hozir ko'rib chiqamiz. Hurmatli sohibkorlar, ushbu tok Shredder ertagisi tok kesayotganda bitta hosil ziyoni hosil qilish uchun qanaqa amal qilinadi? Mana shu bitta hosil ziyoni qilmoqchi bo'lsak, biz 3 ta novdani tanlab olamiz. 3 ta pishgan novdani. Biz ko'p qismini olib tashladik. Mana. Endi qanday qilinadi? Mana bu yerda 3 ta novda turibdi mana. Shu yerga hosil bo'lgan novda. Biz mana eng pastidagidan 6 ko'z qo'yamiz. 1 2 3 4 5 mana 6. 6 ko'z qo'ydik mana. Endi bundan keyingisi 8 ko'z. Undan keyin 10 ko'z qo'yamiz mana. Buni 8 ko'z qo'ydik mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 va 10 ta ko'z. Nima uchun biz bunday qilyapmiz? Katta yirtuvchisimon shaklda bir necha 6 7 hatto 10 tagacha mana hosil ziyoni hosil qilinadi. Bundan maqsad tokni ikkinchi tok tarafga bostirib kirmasligini mayda hisobga olinadi. Kelasi yilga biz mana 2 ta novdadan hosil olamiz. Mana ikkalasidan. Mana bundan biz 3 ta novda olamiz. Bu yerda zaxirasidan bo'lyapti, 4 ta, 5 ta o'sishi mumkin, lekin bizning xomtak davrida 3 tasini qo'yib qo'yamiz. 3 ta xuddi mana shunaqa novda hosil bo'ladi. Yana xuddi mana shu tartib bu yerda hosil bo'ladi. 3 ta novda. Kelasi yilga biz mana 2 tasidan hosil novda olib, mana buni o'rin bosar qo'yamiz. Va mana bu joydan biz keyingi yilga kesib tashlaymiz. Mana. Nima uchun shunday qilamiz? Mana bu hosil novda xuddi mana shu ziyoni pastroqqa tushdi. Yana ham pastroqqa tushdi. Mana shuncha orqaga qaytdi. Bitta hosil ziyoni, bitta uzum, ikkinchi uzumni hududiga bostirib kirmasligi uchun bir orqaga qaytarib turiladi. O'shaning uchun o'rin bosar novda pastdan qo'yiladi.